Bu videoda siz elektrli skuterlarni uy sharoitida akkumulyatorlarni qanday almashtirishni bilib olasiz. Video albatta siz uchun foydali bo'ladi. Oxirigacha ko'ring. Mashinasini ochamizda. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun hozirda O'zbekiston sharoitida, O'zbekistonda hamma uylarida bor skuterlar haqida gaplashamiz hamda akkumulyatorini qanaqa qilib almashtirish kerak, qachon almashtirish kerak, qanaqa sharoitlarda almashtirish kerak, bularni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, boshladik bo'lmasam. Hamma skuterlarda yo bu joyda bo'ladi yoki orqa tomonida bo'ladi. Hozir bizniki mana shu joyda akkumulyator joylashgan bo'ladi. O'shalarda hozir mana rezinkalarni olib chiqamiz. Xo'p. Rezinkalarni olganimiz ekan, mana yerda mana boltlari bor. Qatirilgan, o'shalarni yechib chiqamiz. Yechib oldik. Sekin astalik bilan ochamiz. Hech narsaga zarar keltirmaslik uchun sekinroq ochamiz. Ana, bunimiz bu skuterimiz 5 tali akkumulyatordan iborat bo'ladi. Ko'rib chiqamiz. Hammasi yaxshi qatirilgan, yaxshi qatirilmaganini ko'rib chiqamiz. Bunday qilib tekshirib chiqsak bo'ladi. Mana, hammasi joy-joyida yaxshi qatirilgan. O'zini akkumulyatorda sharoitini ko'ramiz. Yon tomonlari ishmagan, yaxshi holatda bo'lishi kerak. Mana ishgan yo'q, nam ham bo'lmasligi kerak. Ko'rib chiqamiz. Yana bir narsani aytib o'taman. Plotni joylashmagan bo'lsa, yaxshi joylashmagan bo'lsa, buni yon tomonlariga yoki pokek yoki rezinka bilan yoki karton bilan, o'zimiz qog'oz kartonlar bilan joylab chiroyli qilib olsalaring bo'ladi. Buni ko'p holatlarda ovoz chiqarib qoladi. Qanday ovoz chiqaradi? Bu sakraganda, skuter yurganda bu uriladi. O'sha urilmasligi uchun plotni qilib tagidan yo rezinka yo karton birorta yumshoqroq narsani qo'yib, ust tomonini ham mana shunaqa qilib qoplab olsalaring bo'ladi. Xo'p, buni ko'rib chiqdik. Hammasi joy-joyida. Yoki buni almashtirmoqchi bo'lsak yoki ishgan bo'lsa, bir qator ko'rib chiqamiz. Buni hozir mana yerda pirdaxanchili bo'ladi. Birinchi o'chirda pirdaxanchilni uzib olamiz. Pirdaxanchilni uzganimizdan keyin pirdaxanchilni uzildi. Bu hozir miyaga yoki motorga hech qanaqa shikast kelmaydi. Shu jarayonda mana bir qator mana masalan mononosini almashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha mashinasini ochamizda. Xo'p. Ochamiz, shu shaklda ochamizda, joyini shunday olib turib, yangisini qo'yamiz. Hop. Shunday qilib olamiz. Ko'k tomoni ko'k tomonga, qizil tomoni qizil tomonga qilib, yangi akkumulyatorimizni olib, yangi akkumulyator qo'yishimiz mumkin. Mana shu holatda yana joy-joyiga qotiramiz. Hammasini almashtirishimiz shart bo'lmaydi, faqatgina o'sha yoki ishgan yoki yaroqsiz holatga kelib qolgan akkumulyatorni o'zini almashtirib qo'ysak bo'ladi. Faqatgina o'sha 5 ta akkumulyatorlar ekan, 5 tasini hammasini almashtirishim kerak demaysizlar, faqatgina bittasini almashtirsalaring bo'ladi. Xo'p, bu holatda mana almashtirib bo'ldik. Keyin joyiga yana pirdaxanchilni yana qo'yamiz. Skuterimiz yana o'sha avvalgi yangi holatida bo'ladi. Xo'p, yana qiziqarli mana shunaqa like fayllarni ko'rmoqchi bo'lsalaring, bizning kanalimizga obuna bo'ling. Like podpiskani ayamasdan bosib turamiz. Xayr, salomat bo'linglar.